Bu kitobni o'qiganimdan afsuslanaman deb o'ylamagandim. Gap shundaki, umrimda birinchi marta o'qigan kitobimdan rosa kamiga afsuslandim va sizga bu kitobni o'qish yoki o'qimaslikni aytishdan oldin kitob nima haqida ekanligini aytib o'tmoqchiman. Bu kitobda yozilishicha, agarda bir inson sizni aldashga urinayotgan bo'lsa, ko'zlarini u tomondan bu tomonga olib qochar ekan. Bu kitobning nomi Tana tili. Kitobda hamma narsa ochiqdan ochiq bayon qilingan va insonlarning xatti-harakatlariga qarab nima demoqchi ekanligini, nimani o'ylayotganligini bilib olishingiz mumkin. Bu kitobni o'qishdan oldin juda ham ehtiyot bo'ling, sababi atrofingizdagi ko'pchilik insonlarni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Kitobni o'qimoqchi bo'lsangiz va kitobga nisbatan qiziqish o'zingizda paydo bo'lgan bo'lsa, albatta o'qib chiqing. Hayotingizga qabul qilishingiz yoki qabul qilmasligingiz o'zingizning qaroringizda. Kitobni Telegram kanalimdan PDF shaklda yuklab olsangiz bo'ladi. Telegram kanalim silkasi esa profil shapkasida zaifga tashlasangiz 2 daqiqaning ichida qabul qilamiz.